Tashvishing bo'lmasa qizingni erga bergin degan. Nimaga o'sha tashvish ko'payadi? Tashvish ko'payadi. Tashvishing undan ham ko'plik qilsa, ozlik qilsa o'g'lingni uylar degan. Yo'q. O'shaning uchun tashvish bo'lmay turay, xo'p? O'shaning uchun tashvishinglar o'zi yetarli. Shuning uchun meni hech turmushga beraman demanglar. Yana tashvish bo'lib qolmaydi. Sizlarga tashvish bo'lib qolmaydi. Hazillashmayman. Bunaqa qilib yuraverman. Siz ham kuyovga tegdi. Men o'lib qolaman deyapman. Tez kuyovga tegdi. 100 martadan o'lib qolaman deb charchatdi odamni. O'shancha tezroq tegish kerakda yerga. Yig'laveraman, borib qochib ketaman. Chet elga ketib qolaman. Voy o'ylayni chet elga ketib qolib keyin siz tashvish qilib o'ylaylikmi keyin. Shunaqa gapiraversanglar chet elga ketib boraman. Hech kelmaysizmi? Yo'q. Voy o'ylay unaqa qilmang.